Assalomu alaykum. Navbatdagi mavzuyimiz ayirmaga doir masalalar. Biz sizlar bilan ayirish mavzusini o'tganmiz. Natural sonlarni qanday ayirish kerakligini, a minus b teng s ifodadagi a kamayuvchi, b ayriluvchi va s ayirma ekanligini o'rganganmiz. Bugun esa a minus b teng s ifodadagi, ya'ni kamayuvchi, ayriluvchi ayirmalardagi uchraydigan holatlar. Kamayuvchi qandaydir miqdorda ortsa yoki kamaysa, ayriluvchi qandaydir miqdorda ortsa yoki kamaysa, ayirma qanday o'zgarishlari haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Navbatdagi mavzuyimiz ayirmaga doir masalalar. Biz sizlar bilan natural sonlarni ayirish mavzusi bilan tanishgan edik. Bugungi mavzuyimiz esa natural sonlarni ayirishning davomi, ya'ni ayirmaga doir masalalar hisoblanadi. Biz a minus b teng s ifodamizda a kamayuvchi, b ayriluvchi, s esa ayirma ekanligini o'rgangan edik. Bugun bo'lsa ushbu kamayuvchi, ayriluvchi ayirmalar bilan bog'liq holatlarni o'rganamiz. Qarang, agarda kamayuvchi qandaydir miqdorda ortsa yoki kamaysa, ayirma qanday o'zgarishi, ayriluvchi qandaydir miqdorda ortsa yoki kamaysa, ayirma qanday o'zgarishi mumkinliklarini ko'rib o'tamiz. Qarang, misoldagi kamayuvchi son biror bir miqdorda ortadigan bo'lsa, ayirma ham shu miqdorda ortib chiqadi. Sababi kamayuvchi ortmoqdami? Kamayuvchi ortmoqdami? Ayirma ham shuncha miqdorda ortiq bo'lib chiqadi. Masalan, a soni n-taga ortadigan bo'lsa, s soni ham, ya'ni ayirmamiz ham n-taga ortadi. Misol 12 minus 5 teng 7. Kamayuvchimizni, ya'ni 12 ni 4 taga orttiradigan bo'lsak, bu 4 taga ortadigan bo'lsa, ayirma ham 4 taga ortadi. 12 ga 4 ni qo'shsak 16, 16 dan 5 ni ayirsak 11, 7 ga 4 ni qo'shsak ham 11. Demak, xulosa, kamayuvchi ortadigan bo'lsa, ayirma ham ortar ekan. Agarda kamayuvchi kamayadigan bo'lsa, a minus b teng s ifodamizdagi kamayuvchi biror n miqdorda kamayadigan bo'lsa, ayirmamiz ham o'sha n miqdorda kamayadi. Misol 20 minus 12 teng 8 misoli bor edi. Misoldagi kamayuvchi, ya'ni 20 ni biz 5 taga kamaytiraylik. 20 ni 5 taga kamaytirsak 15 minus 12 hosil bo'ladi. 8 imiz ham 5 taga kamayadi. 8 ni 5 taga kamaytirsak 3 hosil bo'ladi. Qarang, 15 dan 12 ni ayirsak haqiqatdan ham 3 hosil bo'ldi. Kamayuvchi qanchaga kamayadigan bo'lsa, ayirma ham shunchaga kamayadi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, agarda ayirish amalimizdagi kamayuvchi biror bir miqdorga ortsa yoki kamaysa, unga bog'liq bo'lgan ayirma ham shu miqdorda ortadi yoki kamayadi. Kamayuvchi biror bir miqdorda ortsa, ayirma ham ortadi. Kamayuvchi biror bir miqdorda kamaysa, ayirma ham kamayadi. Shuni qora markada yozib turibdim akalar. Agarda misoldagi kamayuvchi biror bir miqdorda ortsa, ayirma ham ortadi. Kamayuvchi biror bir miqdorda kamayadigan bo'lsa, ayirma ham kamayadi. Xo'p, keyingi holat. Endi ayriluvchi o'zgaradigan bo'lsa, a minus b teng s ifodamizdagi ayriluvchi biror bir miqdorda ortadigan bo'lsa, ayirma o'sha miqdorda kamayadi. Demak, ayriluvchi biror bir miqdorda ortadigan bo'lsa, ayirmamiz shuncha miqdorda kamayadi. Isbot, misolda ko'rib o'tamiz. 10 minus 5 teng 5 misolimiz bor edi. Undagi ayriluvchini 3 taga orttirsak, 10 minus 5 ni 3 taga orttiradigan bo'lsak 8 bo'ladi va 5 ni 3 taga kamayganiga teng, ya'ni 2 ga teng. 10 dan 8 ni ayirsak 2. Qarang, 5 ni biz 3 taga orttirgan edik, ayirmamiz 3 taga kam chiqdi. Demak, ayriluvchi biror bir miqdorda ortadigan bo'lsa,
ayirma shu miqdorda kamayadi. Yoki ayriluvchi biror bir miqdorda kamaysa, ayirma shu miqdorda ortadi. Masalan, bu bo'yicha ham misol beramiz. A minus b teng c ifodadagi b'miz n miqdorda kamayadigan bo'lsa, c ya'ni ayirma n miqdorda ortadi. Sababi ayrilib turgan son qanchalik kichraysa, chiqadigan javob shunchalik ko'payadi. Sababi biz sondan oldingiga nisbatan kichkinaroq sonni ayirmoqdamiz. Oldingidan kichkinaroq sonni ayirganimizdan keyin ayirma kattaroq chiqadi. Va aksincha, oldingiga qaraganda kattaroq sonni ayiradigan bo'lsak, ayirmamiz kichrayadi. Xuddi shu holatda. Ayriluvchi ortsa, ayirma kamaymoqda. Ayriluvchi kamaysa, ayirma ortmoqda. Yana bitta misolda ko'rib o'tsak buni. 15 minus 8 teng 7 misolda kamayuvchimizni kamaytiramiz. Aytaylik 5 taga kamaysin. 15 minus 5 taga kamaytirsak 3 bo'ladi. 15 dan 3 ni ayirsak 12. Ayriluvchi 5 taga kamaydi, ayirma esa 5 taga ortdi. 7 edi, 5 taga ortib 12 bo'ldi. Birinchi ko'rib o'tgan misolimizda kamayuvchini o'zgarishi edi. Ikkinchi ko'rgan misollarimizda ayriluvchining o'zgarishi edi. Endi uchinchi holatda kamayuvchi ham ayriluvchi ham o'zgaradigan bo'lsa, ayirmani o'zgarishini ko'rib o'tamiz. A minus b teng c ifodamiz bor. Ifodadagi kamayuvchini n taga kamaytirsak va ayriluvchini ham m taga kamaytirsak. Ayirma qarang. Kamayuvchi kamaygani uchun ayirma ham kamayadi. Va ayriluvchi kamaygani uchun ayriluvchi kamaysa ayirmamiz ortadi. Misolda ko'rib o'tsak. 80 ayiramiz 25 teng 55 misoli bor edi. Kamayuvchini kamaytiramiz, aytaylik 20 taga kamaysin. 20 taga kamaytirsak 60 bo'ldi. Minus. Ayriluvchini ham kamaytirdik, aytaylik 10 taga. Buni 10 taga kamaytiradigan bo'lsak, bu 15 bo'ldi. Endi ayirma dastlab 20 taga kamayadi, 35 va 10 taga kamaygani uchun ayriluvchimiz bu 10 taga ortadi. 55 edi, 20 taga kamaytirsak 35 bo'ldi. 35 ni 10 taga orttirsak 45 bo'ldi. 60 dan 15 ni ayirsak haqiqatdan ham 45 hosil bo'lar ekan. Dastlab 20 taga kamaydi, keyin esa 10 taga ortdi. Umumiy hisobda ayirma 10 taga kam chiqadi ekan. Agarda a minus b teng c ifodamizdagi kamayuvchi n taga ortib minus ayriluvchi ham m taga ortadigan bo'lsa, ayirma qanday o'zgaradi? Kamayuvchi n taga ortgani uchun ayirma ham n taga ortadi. Va ayriluvchi m taga ortgani uchun ayirma m taga kamayadi. Misol 60 minus 20 teng 40. Biz kamayuvchini 15 taga orttiraylik. Buni 15 taga orttiradigan bo'lsak 75 bo'ldi. Ayirmamiz esa 15 taga ortdi. Va qarang, ikkinchi turgan sonni, ya'ni ayriluvchini 8 taga orttiraylik. 8 taga ortadigan bo'lsa bu 28 bo'ldi. Endi ayirmamiz 8 taga kamayadi. 75 dan 28 ni ayiradigan bo'lsak, javob necha chiqadi? 15 dan 8 ni ayirsak 7, 6 dan 2 ni ayirsak 4, 47. 40 ga 15 ni qo'shsak 55, 55 dan 8 ni ayirsak ham 47. O'ylaymanki, mavzu ayirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar barchangizga tushunarli bo'ldi. Umumiy holatni yana bir marta takrorlash qilib o'tsak, e'tiborli bo'ling. Agarda kamayuvchi biror bir miqdorda ortsa, ayirma ham shu miqdorda ortadi. Kamayuvchi biror miqdorda kamaysa, ayirma ham kamayadi. Ayriluvchi, ya'ni b ayriluvchi biror bir miqdorda ortsa, unga bog'liq ayirma shu miqdorda kamayadi. Agarda b, ya'ni ayriluvchimiz biror bir miqdorda kamaysa, unga bog'liq bo'lgan ayirmamiz shu miqdorda ortadi. Bunda teskarisi bo'ladi. Shu yergacha yig'in ayirmaga doir bo'lgan holatlarni ko'rib o'tdik.
Agar mavzumiz tushunarli bo'layotgan bo'lsa, endi videoni davomini ustoz bilan bajaramiz hamda darsda bajaramiz qismlari bilan davom qildiramiz.